Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi xonadonimizda remont ishlari yakunlangan ekan. Ko'chib kirishdan oldingi servis ishlarini qilib bergan kelganmiz. Obyektimiz juda ham chiroyli chiqibdi. Hammamizga shunaqangi uylar nasib qilsin. Xonadonimizga ishlatgan materiallarimiz ham fasonlari, narxlar haqida ma'lumot berib o'taman video davomida. Xo'p, to'g'ridagi vitrajimizdan tushuntirish boshlayman. Obyektimizga ishlatgan materialimiz ishlangan termo 78 rangi metbrashan tranzit oynalar, energiya tejovchi oyna, 1.8 shatlankasi bor eshigimizda juda ham chiroyli chiqqan. Hop, razmerlarimiz 2.78 ga 2.80 balandlikda, ikkita chekkasi gulxo, o'rtasi 2 qanotli eshigimiz. Razmeri 1.60 tashlaganmiz eshigimizni. Teng 2 ga bo'lib, holat tushgan. Rangi juda ham chiroyli chiqqan. Metbrashan tranzit rangimiz yana ham devorlarimiz oqib bo'lgan juda ham chiroyli ko'rinibdi. Bu tomonimizda Engelbek romimiz tushgan. Engelbek romimiz razmerlari 1.75 ga 2.35 balandlikda, ikkita chekkasi ochilish, o'rtasi gulxo'y holatda bo'lgan. Oynasi energiya tejovchi. Mana birinchi va ikkinchi etaj razmerlar bir xil parallel holatda tushgan liniyasi. Hop, bu tomonimizdagi romlarimiz ham hamma romlarimizni, asosiy romlarimiz razmer bir xil qilganmiz. Birinchi etajimiz balandligi kattaroq bo'lgan, ikkinchi etajimiz sal pastroq bo'lgan. Razmerlar 1.75 ga 2.35 balandlikda, ikkita chekkasi ochilish. Metbrashan tranzit rangimiz, yetimi Engelbek profilimiz. O'zini mana qanday vazdachiliklar bilan birgalikda shu ariqchalari oynamizda mana qanday atrijeniya qaytarib turadi. Juda ham chiroyli chiqqan. Glavniy kirish eshiklarimiz, termo 78. Termo 78 razmeri o'sha 2.80 ga 2.80 balandlikda, ikkita chekkasi gulxo'y, o'rtasi 2 qanotli 1.60 li eshik tashlaganmiz, kirib chiqishga udobli bo'lish uchun. Hop, 1.8 shatlankalari ham bor. Yon tomonimizdagi romlarimiz, yon tomonimizdagi 1.75 ga 2.35 balandlikdagi ikkita chekkasi ochilish romlarimiz. Ranglari ham juda ham chiroyli chiqqan. Birinchi va ikkinchi etaj razmerlarimiz endi bir xil qilib olganmiz. Hop, bu tomonimiz bir etajli tomonimizda ikkiga bo'lingan, razmeri sal kichikroq tushgan. Romlarimiz Engelbek romimiz. Razmeri 1.30 ga 2.35 bo'lgan balandligi, ikkiga bo'linib bir tomon ochilish bo'lgan. Bir tomon ochilishda mana bir stvorka aylanadi, ikkinchi tomon gulxo'y holatda turadi. Hop, yon tomon eshigimiz ham razmerlar kichikroq bo'lgan, 1.15 atrofida edi, 1.15 balandlik, 2.80. 1.5 tabaqali eshigimiz bo'lgan. Servis ishlarini qilib beryapmiz. O'rnagandan so'ng servis ishlarini ko'chib kirishdan oldingi. Bu tomonimizda ham o'sha 1.30 lik romlarimiz tushgan, 1.30 lik. Bir tomon ochilish bo'lgan, o'ng chap ochilish. Bu tomonimizda ham mana Engelbek romlarimiz tushgan. Termo 78. Termo eshigimizning tashqari tomon ko'rinishi mana qanday metbrashan tranzit juda ham chiroyli, ranglari, oynalari, energiya tejovchi oyna, ochilib yopilish juda ham mo'shni. Hop, termo 78imiz 3 kamera bo'ladi. O'rtasida mana qanday poliamid qoplama hisob o'rtmaslik vazifasini bajaradi. Ruchka, mexanizmi hammasi germanskiy, italyanskiy oshxona juda ham zo'r. Mana qanday jalyuzi pardalar bilan juda ham chiroyli chiqibdi ochilib yopilishga. Ichki tomondan yorug'lik o'tkazish juda ham zo'r. Engelbek romimiz past qismi podokoniyalar bilan birgalikda qo'yib berilgan. Uzun rangdagi uchkalarimiz roton mexanizmlarimiz ham roton germanskiy mexanizm bilan ishlatilgan. Engelbek romimizda birinchi, ikkinchi rezinalar, shovqin, chang o'tkazmasi juda ham zo'r. Ham обычный, ham ochqich uslubda ochiladi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Xo'p, hozirgi kunda shu obyektimizni 1 kvadrati $196 qilib berganmiz. Engelbek romlarimizni, eshiklarimizni termo 78 1.8 shatlankasi va energiya tejovchi oynalar bilan birgalikda